Kelinglar, mana shuni ochib ko'raylik, chunki o'zim ham intiqlik bilan kutayotgandim bu narsani. Sizlar bilan hozir ochamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Sizlarga ham yangi narsani raspakovka qilish yoqadimi? Endi buni hozir raspakovkachi qilamiz. Sifati a'lo bo'ladi. Yoshikani hamma mahsulotlarini qaranglar, kompaktni bo'lib chiqibdi. Yosh qizlarga ham olmoqchi bo'lishadi, juda ko'pchilik. Qaranglar qanaqa razmerda. Ixcham ekan bunisi. Rangi ham ajoyib. Bu yerlarga juda udobniy ekan. Qizlar buni ham o'zimga ishlatib olaman. Buni menga sovg'aga jo'natishdi, shuning uchun sovg'ani albatta o'zim ishlataman. Buni aynan yuzdagi zonalarga, keyin bilasizlar, men O'zbekistonga ko'p borib kelaman. Shunda apparatim bu yerda qolib ketsa, O'zbekistonga borib yangi ochkim kelmaydi. Shunda uzilib qoladi. Bu shunaqa udobniy ekan, qaranglar. Shunda dash sumishkamga ham solib ketsam bo'lar ekan. Juda ham udobniy ekan. Juda ham yoqdi menga. Accessory boxi ham bor ekan. O'zim bilmayman qanaqa nima narsa chiqadi. O'z ichidan shunaqa kitoblari chiqdi. Dash bitta emas, 3 ta kitob. Light on Beauty Solution deb hamma narsasi chiqar ekan. Endi buning ichidan nima chiqadi? Ko'ramiz. Bunda simi chiqar ekan. Britvasi, ochkisi yo'q ekan buni. Buni endi yuzimga ishlataman qizlar, maza qilib. Qaranglar, qanaqa udobniy. Sotuvga qo'yaymi, yo'qmi kommentariyaga qoldiringlar. Bilasizlar, kattalardan bor, lekin bunaqa minisidan bizda sotuvda yo'q edi. Bu yangi chiqdi. Sizlar bilan yana rezultatini bo'lishamiz. Ximiz. Bu o'zim ishlatadigan apparat. Buni 20 ta spishkani birdaniga otsangiz bo'ladi. Juda ham chiroyli. Bularning sifati a'lo, prochniy apparatlar. Koreyada necha yildan beri koreyslarning o'zlari ishlatadigan brend. Zavodlarga borganman, bilasizlar. Shu yerda hamma narsasini ko'rib, mesela ishonsa bo'ladigan brendligini bilganimdan keyin, polniy bularda sertifikatlarini ko'rganimdan keyin buni O'zbekistonga xarid qilganman. Bizda 100% originalni qizlar